Kunda 2 mahal yem, 2 mahal hashar beriladi, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mosh pristi maydalangani mana. Mosh pristi mana bunday qilib maydalab qo'yamiz. Erta mozonda bir mahal, kechki taraf bir mahal. Hashakni solamiz, hashak bo'lgandan keyin yemini beramiz. Xudo xolasa mana mosh pristi qirqib qo'yganmiz. Assalomu alaykum. Bobur Jobtim kanalining ashaddiy obunachilar. Xudo xolasa akalar, bittadan videoni boshigacha, bittadan like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ysalar, bugun qo'y boqish sirlari bo'ladi. Akalar, xudo xolasa like bosib, videoni oxirigacha ko'rib turaverasizlar. Soni 200 bosh qisir so'lga yetib kelgan, narxi ham o'ta qulay variantlarda. Mana akalar, ilgan qarang qip-qizil variantlarda yetib kelgan. Like bosib kanalga bittadan obuna bo'lib qo'ysalar, soni juda ko'p. Oxirigacha ko'rib turaverasizlar. Assalomu alaykum. Bobur Jobtim kanalining ashaddiy obunachilar. Akalar, bugun hafta kuniga 3-iyul haftaning seshanba kuni. Xudo xolasa hammamizga xayrli bo'lsin deya. Mana shu videoga bittadan like bosib, kommentariyaga o'tanga rahmat deb bittadan obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa bugun o'zimizni qo'y fermamizga xo'sh, yangi qisir so'liqlar tashalgan boqqani videoda oxirigacha ko'rib tursalar, nima edi, nima ichadi hammasini ipida ignasigacha yetkazib beramiz degan umiddamiz. Bugun akalar xudo xolasa qo'y boqish sirlari bo'ladi, yo'qmasam ketdik. Bu yerda soni akalar xudo xolasa 200 ga yaqin, 200 boshga yaqin mana. Hammasi bari qisir so'liq mana. Yeb ichib turibdi. Xudo xolasa akalar mana. Bu yerda, u yog'ida, bu yog'ida, u burchakda hammasida bor, hurmatli obunachilar mana. Tashalganiga 5 kun bo'ldi, hurmatli obunachilar. Mana. Bu qo'ramizda bor. Mana. Mana akalar. Mana bu yog'ida bor. Mana. Mana bu yog'ida bor mana. Yemashagini yeb yotibdi. Bu yog'ida ham bor, hurmatli obunachilar. Mana akalar, xudo xolasa bu yog'ida ham bor. Mana. Yem hashagini yeb yotibdi mana. Akalar, xudo xolasa bittadan suvni qo'yib qo'ysam bo'ldi. Hozir bittadan abzor qo'ysam, nima edi, nima ichadi hammasini ipida ignasigacha ma'lumotini beraman akalar. Mana. Xo'sh, qisir so'liqlar sotiladi ham. Olmoqchi bo'lganga qiziqib boqaman, daromad qilaman degan aka-ukalarimizga sotiladi ham akalar. Bular yosh oyligi xo'sh 6-8 ta maydalaga. 6-8 tadan tishi bor. 6-8 ta tishli. Xo'sh, bo'ylari 75-80. Ma'lumotlarda soni ko'p. Narxi 2.800.000 dan tanlab olasiz, nechta kerak bo'lsa. Endi xolasa nima yeydi, nima ichadi hammasini ma'lumotini beramiz, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mana. Mana xudo xolasa hashak chiqarib qo'yilgan akalar. Hashakni chiqarib beryapmiz mana. Hozir yem berishga qiladi mana akalar, yemlari. Mana bu yerda sehrli qozon. Xudo xolasa sehrli qozon mana qaynab turibdi. Mana akalar, xudo xolasa qo'ppag'ini ham ochib oldik. Qaydaga yo'q, nimaga desalang, bular pishib bo'lgan akalar mana. Bug'doydan ko'ryapsizlarmi? Pishib bo'ldi, qaynab pishib bo'ldi mana. Bunda toshib ketadi. Bir mahal berdik, xudo xolasa ertaga ham bir mahal beramiz. Bu 125 litrli qozon, hurmatli obunachilar. Mana qo'ppag'ini ko'ryapsizlarmi? O'ta katta. 125 litrli qozon, xudo xolasa mana shuni kepak kelib beramiz. Buni ichida nima bor deganlarga, buni ichida faqat bug'doy bor. Bug'doyda qaynatilgan, hurmatli obunachilar. Bug'doyda qaynatib mana hashakdan keyin bir mahal beramiz, bo'ldi. Xudo xolasa hurmatli obunachilar, bugungi shular. Videoda oxirigacha ko'rganingizlar, bittadan like bosib, kommentariyaga o'tanga rahmat deb yozib ketaverasizlar. Mana akalar. Qo'ra ham bor, spesial qilingan-da. Mana akalar.